Bosh og'riqlar nihoyatda kuchli bo'lgan, buyraklarda tuzlar bo'lgan, qoplarda dimlanishlar, oyoq og'riqlar. Bu bosh og'riqlarda nihoyatda qiynalib, uchramagan joylarim qolmagan. Kerakli shu oyoq og'riqlarga, o'tqoplarga, dimlanishlarga qarshi, bosh og'riqlarga qarshi mana shu doktor Ali choylarini, sirop balzamlaridan, kremlaridan foydalanib, shu 5-6 xil kasallarimga nihoyatda chiroyli shifo topganman. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan, Oqtepa mahallasidan Kamolova Matliboxonman. Men mana shu doktor Ali klinikasiga kelib, bu doktor Ali choylarini 5 yildan buyon iste'mol qilib kelaman. Bu yerga kelishimdan avval menda shu bosh og'riqlar nihoyatda kuchli bo'lgan, buyraklarda tuzlar bo'lgan, qoplarda dimlanishlar, oyoq og'riqlar bo'lgan. Bu bosh og'riqlarda nihoyatda qiynalib, uchramagan joylarim qolmagan. Nihoyatda rosa qiynalganman. Bu dargohga kelganimdan keyin kerakli shu oyoq og'riqlariga, o'tqoplarga, dimlanishlarga qarshi, bosh og'riqlarga qarshi mana shu doktor Ali choylarini, sirop balzamlaridan, kremlaridan foydalanib, Allohga behisob shukrlar bo'lsinki, shu 5-6 xil kasallarimga nihoyatda chiroyli shifo topganman. Ayniqsa bu doktor Ali choylari nihoyatda organizmlarni yashartiruvchi, asablarni tinchlantiruvchi, kayfiyatlarimizni ko'taruvchi juda ham chiroyli shifobaxsh choy ekan. Shu choyga qo'shimcha holda shifokorlar maslahati bilan boshqa shu oyoq og'riqlarimizga, o'tqoplarimizga kerakli mahsulotlarni ham iste'mol qilganmiz. Mana Allohga shukr, 5 yildan beri shu klinikaga qatnab, har oyda kelib, klinikani havolaridan bahramand bo'lib, shifokorlarning shirin so'zlaridan mamnun bo'lib, shu kasallarimizga nihoyatda chiroyli shifolar topganmiz. Bu yerga kelgan har bir kasalligini unutib qo'yadi. Chiroyli muomala qilishib, mana 50% chegirmalarda hamma mahsulotlarda hozir iste'mol qilyapmiz. Sharoitlar zo'r. Mahsulotlarni 50% chegirmalarda xarid qilyapmiz. Menga o'xshagan bemorlar bo'lsa, shu sog'lig'idan kimki shikoyat qilib, ag'da-bag'da yurganlar bo'lsa, men shu bemorlarga chin dildan taklif qilardimki, biz o'zimizni hayotiy tajribamizda mana hamma mahsulotlar orqali shifo topganligimiz uchun shu qiynalgan, og'riyotganlarni shu dargohga doktor Ali choylarini, hamma mahsulotlarini olib ichishlarini tavsiya qilaman. Oftob nur sochar yuzlaringizdan, asal bol tomar so'zlaringizdan, mehr tovlanar ko'zlaringizdan, jonlarga jonlar, siz shifokorlar. Hurmatli aziz, mana shu yerda ishlayotgan barcha shifokorlar, hammalaringizga men rosa ham chuqur minnatdorchilik bildiraman. Chunki biz bu yerga kelib, hamma shifokorlardan shirin so'zlarni ham oldik, kerakli maslahatlarni ham olib, dardlarimizga juda ham chiroyli shifo topdik. Hammalaring iloyim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.